Assalomu alaykum, hurmatli klientlar. Mana yana bitta obzorimiz. Turkiyadan tovarlarimizni olib keldik. Bu Perli o'yinidagi naskilar ko'rishingiz mumkin. Bu qishlilari. Bularni pinetkilik qishligan bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Yozliklar, qishliklar hammasidan olib kelingan inshaalloh. Detskilari bolajonlarimiz uchun juda ham nevishlari. Ko'rishingiz mumkin beblar. Mana yerda bo'lsa, marka yengli uzun futbolkalarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Har xil bu o'z markasini adini ayta olmayman, videoda yaqinroq ko'rib olasizlar, chunki YouTube, TikTok bloklab qo'yadi markasini reklama qilsa. Hammasi marka. Mana jenskiy dvoykamiz bor, o'ta ham chiroyli. Buni videosini men adini qo'yaman, pachkadan ochmadim, просто ko'rishingiz mumkin. Mana yerda kattalarimiz uchun mana tapchkamiz bor. Oka, bir minutga shuni ochib ko'rasizmi? Olmasa oka, kelinglar. Biz 1 minut shuni ochib ko'rsatib beramiz. Shuni ichlarini ko'rsataylik oka klientlarga. Juda ham chiroyli. Bu yerda mana kitillarimiz bor. Juda ham chiroyli. Videolarni adini qo'yaman sizlarga, ana ko'rishingiz mumkin. Mana juda ham nevishin, juda ham chiroyli materiallarda bor. Bu yerda muskoy dvoykalarimiz bor. Bular bo'lsa Dark More'dan olgan однотонный lasinlarimiz. Etagida mana ko'rishingiz mumkin. O'ta ham chiroyli nevishin narsalar. Bu yerda bitta kamzul, bitta kurtkamiz bor. Yetib tashlangiz ham mayli aka, 3 minut bo'lsa. Klientga chiroyli yetkazib chiqaradi bularni sanatanlar paketlari bilan. Pachka. Kojinli o'talarimiz uchun juda ham bomba. Ichlari nachos, ko'rishingiz mumkin. Option kiyilmagan yangi. Bularni maxsi bilan maxsiz ham kiysa bo'ladi. Juda ham chiroyli, nevishin narsa. Mana bunisini ko'ringlar. Mana. Mana juda ham chiroyli. Kojinli ichlari meh. Haqiqiy Turkiya avshaniki bu. Endi mana bitta kamzulimiz bor. Hozir shuni ochib kiyib ko'rsatib beradilar, ko'rasizlar. Mana yerda jenskilarimiz bor. Jenskilarni veshilka qilmadi u. Bu dvoyka, kattalar uchun ko'yna, yosh ayollarimiz uchun dvoyka. Har xil anaqalari bor. Hozir men sizga ko'rsataman jenskini qaysi tarafda turgani bor. Mana bu tarafga ham qo'yganmiz. Terib qo'yganmiz jenskilarimizni. Polni mana ko'rishingiz mumkin. Ochmadik bularni. Chunki ochsa buzilib ketadi, to'g'risi. Pachka holatda turibdi. Dvoykalar bor, har xil ko'ynalar bor, mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli nevishni, mana villolar bor. Juda ham nevishni narsalar. Hozir mana kamzulni ko'rasizlar. U kurtkamiki? Olayrincha bittasini. Mana kamzulimiz. Mana cho'mni sini ko'rishingiz mumkin. Materiallar juda boshqacha. Ichlari ham juda ham chiroyli. Va shu nevishni. O'zi mana salqinda kiyib ko'rsatib beradilar. Oga kiyib ko'ringlar, bitta u tarafga o'tib salqinda. Ana video tarafda sal aniqroq chiqdi oftoda. Bu menimcha kichkina razmer. Hozir katta razmerini olib ko'ramiz. Bu bir razmer kichkinasi. Hozir katta razmerini kiyib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Ichlari ham juda ham asarlari chiroyli narsa. Toza ustlari ham mana so'nggi balonchilik issiq turadi. Ko'rishingiz mumkin. Zamonlari ham original qilingan, uncha buzilib ketmaydi. Yumshoq, pishirmasdan mana ichlarida zamonlari bor, tashqari ko'rinib turmaydi xunuk bo'lib. Zamogini bekitib ko'ring-da bitta aka. Zamogini bekitib ko'ring. Mana chiroyli mana ichida turadi. Chibilinmaydi, orqalari ham balonchilik, o'ta ham bomba turadi. Issiq yesalar, bo'ynini ham tuz turadi. Murojaat qilaverasizlar, xudo xohlasa yetkazib beramiz. Ichki cho'nchalari ham bor. Bu muskoy uchun. Bu safargi obzorimiz ko'p muskoy uchun bo'ldi, yo'qali uchun bo'ldi. Hammasini adini kiyib ko'rsata olmaymiz. Mana yerda bitta kurtkamiz ham bor. Shu kurtkamiz ham birdan ochib ko'rsatsa bo'ldi. Kiyishimiz shart emas, bitta ochib ko'rsataylik unda. Juda ham chiroyli. Mana yerda men narsani tushunganlar tushunar. Bu narsa taklifnoma uchun ishlatiladi, ustiga pechet uchun. Mum bo'ladi bu. Bu narsa ham Turkiyadan keladi. Mana biz kurtkamiz. Oftodan atrofga o'tib oling. Bu ham qora, qalin, juda ham issiq balonchilik, muhimi yengil, og'ir emas, juda ham chiroyli. Oka kiyib ko'rsangiz ham mayli, shunday ekan normasiga. Prostakka. Mana oldilari zamogon ichidan, tashqarisidan tugmalari ham bor, bekitadi o'zini. Balonchilik issiq qishga ko'rishingiz mumkin. O'ta ham chiroyli turadi, o'ta ham bomba. Kapshonkalari bor. Zamogini ust qismida mana bunaqa ko'rishingiz mumkin. Tugmalari ham bor. Bekitasizlar, zamog ko'rinmaydi. Tugmalarni bekitib olaverasizlar, zamog yo'q ketadi. Mana
Ko'rishingiz mumkin. Yo'llari ham pistolli. Buni eng muhim joyi mana ko'rsanglar sovuq kirmaydi, cho'ziladi rezinaviy, issiq turadi. Kapshongalar bor, bomba option. Murojaat qilarsizlar kattalarimiz uchun. Muhimi yengil. Gazini bosib o'ramiz. Zakasina bo'lsa aloqa chiqarsizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib yetkazib beramiz.